Alloh insonlarga yomonlik tilamaydi, yomonlikni istamaydi. Alloh rahmdil, mehribon va u seni sevadi. Faqatgina ba'zan olib borayotgan yo'lidan, ba'zan qorong'u yo'ldan olib borishga majbur bo'ladi. Chunki aynan shu qorong'u yo'l san uchun foydali, san uchun xayrli. O'sha qorong'u yo'lda xayr bor, chunki o'sha yerda uyg'onasan. O'sha yerda ruhing uyg'onadi, onging uyg'onadi, qalbing uyg'onadi va hayotdagi oldin san uchun ahamiyatli bo'lgan uch etajli dabdabali uy, mashina, boshqa narsa ahamiyatsiz bo'lib qoladi va san qalbingni Allohga bog'lab qo'yasan. Shuning uchun ham shu yo'l bizga kerak. Chunki har birimiz bu dunyodan o'tganimizdan keyin tana, moddiyat shu yerda qoladi. Shu qadar Alloh shu narsani bizga isbotlab beryapti. Ketmaydi hech narsa, olib ketmaysan. Ruhing keladi. Ruhan mani oldiga kelganda qanaqa bo'lib kelasan? Ana endi qarang, ruh agar faqat mol dunyo, hoy havas tashvishida yurgan bo'lsa, faqat o'shalarga talpinib yashagan bo'lsa, unaqada nima bilan kelasan sen Allohning oldiga? Nimani angladim deysan, nimani tushundim, nima uchun minnatdor bo'lib kelasan? Kela olmaysan-ku. Shuning uchun ba'zan qorong'u yo'llardan olib keladi-da Alloh. Va mana shu qorong'u yo'lga rahmat aytish kerak. Chunki u sizni kuchliroq qiladi, u siz uchun zo'r tajriba beradi.